Kecha primoy efirimda juda ham ko'p savol keldi. Juda ham bitta temada savol keldi. Kelinglar, men sizlarga bitta misol keltiraman. Men o'zim nima qilgan bo'lardim? Agar meni ikkita o'rtog'im bir-biri bilan urushib qolsa, deylik, gaplashmayapti, lekin men kelasi bilan ham atnosheniyam bor. Bittasi bilan bir kun bazilikka borsam, bittasi bilan Siravaniyaga borib yurishim mumkin. Men oltiqo'tlik qila olmayman. Deylik, buni yomonlashi mumkin, buni yomonlashi mumkin. Borib turib, seni mamna qildi demayman, chunki men ancha aqlimni yig'ib olgan, ancha nima desam bo'ladi, dunyo qarashim boshqacha qizman. O'zim uchun xulosa qilishim mumkin. Bu mamnaqa dedi, bu lekin boshqacha gapiradi deb, men mamnaqa ekan dedim. Xulosa qilishim mumkin va harakat qilaman maksimal darajada ularni yarashtirib qo'yishga. Nimaga bilasizlarmi? Chunki men ularni urushtirmaganman. Men ular haqida bir-biriga gij-gijlab nito qilib, men sababchi bo'lmaganman. Ko'tim toza bo'lgani uchun ularni yarashtirib qo'yishga harakat qilaman. Xulosa o'zingizlardan. Yana ko'p kelayotgan savol, Ali bilan ishlamayapsizmi? Yo'q, Ali bilan ishlamayapman, lekin biz urushib qolmagan edik. Bilasizlar, birinchi bo'lib opa-uka rolida chiqib, hamma joylarga birga borib, Dubaylarga как родной opa-ukadek bo'lib ketganmiz deb o'ylagan ekanman, lekin shu chorani xomsanaman. Shunchaki Alini stili boshqa bo'lib ketdi, muzikantligida voqealar bo'lib ketdi. Men bilasizlar, hozir har bitta postimda reklama bor. Reklama haqida gapirishim kerak. Odamlarga yetkazib berishim kerak. Shuncha pul bergandan keyin men u tovarini gapirmasdan reklama qilib bera olmayman-da, effekt bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun haliga 1-2 marta ssenariy yozdirdim, qarasam to'g'ri kelmadi. Keyin men majbur bo'ldim boshqa videochi, boshqa ssenarist inson bilan ishlashga. Men Ali bilan urushmagandim, opa-ukachiligimizga, sammanga bormaganmiz. Lekin juda ham ketidan qiziq voqealar bo'ldi-da, hozir keyingi storiesda gapirib beraman. Men уже qiyomatli opa-ukaman, chunki meni ukam yo'q, bilasizlar, xarakteri juda ham zo'r bola. Misol uchun tushunadi, любой temada men bilan gaplasha olardim. Shunaqamiz deb o'yladim. Yo'q, bizani оказывается ishimizda bog'lab turgan ekan. O'zingizlar ko'ryapsizlar, kimlar bilan ishlayapti, to'g'ri tirikchiligini qilyapti. Men bunga umuman qarshiligim yo'q. Men bilan ishlaganda ham boshqalar videosini olib yurganman, ishlaman, omad degan joyim bo'lmagan. Lekin na bir haytda, na bir 8-marta telefon qilib tabrikladi, na boshqa qildi. Shu bilan yo'q bo'lib ketdi. Men telefon qilib aytmayman-ku, men undan 5 yosh kattaman. Men qilsa ham opa deganman, to'g'rimi? Ali, qalaysiz, tuzimisiz, yo'q bo'lib ketdingiz, ko'rishaylik, tinchmi? Aytayapman-ku, menda g'urur juda ham kuchli. Tushunasizlarmi? Men pul uchun zato mayli soqqasi bor deb g'ururimdan kechib yura olmayman. Men shunday turaman. Boshimga qilich kelsa ham shunday turaman-da. Shuning uchun boshqa so'ramanglar Ali haqida. Yana bitta narsa, men bir hafta oldin ham Aliga podpisini yedim. Podpiska tashab turdim, lekin bilasizlar, mana video ko'rayotganda kimlar like bosgani ko'rinadi. Qaravaman, Ali like bosib chiqqan boshqa blogerlarga, keyin Ali hech kimga podpisini emas, 0 turibdi, 0. Keyin aytayapman-da, podpiska bo'lmasa ham demak kuzatib like bosar ekan dedim. O'zimni postlarimga qiziqib kirib ko'rdim, qani Ali menga like bosganmi deb. Qaravaman, hech qaysi postimda like yo'q-da. Aytadi-ku, kimlar like bosmaydi? Eng yaqinlaring boyib ketishingdan qo'rqadi, u yoq bu yoqda reelslar chiqadi-ku. Bu haqiqat, qizlar. Prosta qarayapman, Ali like bosmagan, like hech narsani hal qilmaydi, lekin nima desam bo'ladi, juda ham menga og'ir tegdi. Keyin pashol dedim-da, atpiska qilib tashladim. O'shancha aytaman, men bir hafta oldin Ali bilan urushmaganman deb yurardim, оказывается, o'zi miyasida men bilan urushib bo'lgan ekan. Hech kimni majburlab ushlab qolmayman-ku. Xo'p, o'rtoqlarim haqida so'rayapsizlar. Kecha ham primoy efir qilganimda ora-chorada so'rab turishdi. Endi mendan shunchalik so'rayotgan bo'lsanglar, ularni assalomu alaykum, keyin qizingiz bormi? Ne yurmayapsiz Chechenka bilan eshigini taqillatib so'rayotgan bo'lishinglar tabiiy hol. Shunaqa deb eshitdim. U haqida ham hali gapirib beraman sizlarga, lekin hozir payt emas. Yana bir ikkita faktlarni men o'zim yaxshilab bilib amin bo'vali. Men yo'q narsani gapirishni yomon ko'raman. Shu hammasini mamnaqa deb gapirishga qo'limda faktim bilan nimaga asoslanib gapirdingiz? Men asoslanib gapirdim deya olishim uchun. Lekin bitta narsa, yaxshi odamni yonida yursanglar baribir qorasi yo'qadi-da. Shu paytgacha men bilan kimdir yurgan bo'lsa, kam bo'lmadi. Men uni kim bo'lishdan qat'iy nazar oyoqqa turg'izishga harakat qilaman. Aytadi-yu, sportsmenni oldida yursang, sportga tortadi, boyni oldida yursang, biznesga tortadi deb bekorga aytishmaganda.
Короче, bir kun Adamarina reklamasiga bordim. U yoqda Asad ishlarkan, o'sha Adamarina mobilografi bo'lib, videochisi bo'lib, videoga olib qo'ydi, montaj qilib tashlab berdi tayyor videoni. Men istoriyamga qo'ydim. Qarayman, video menga yoqdi. Keyin nomerini oldim Asadni, yozdim o'zim. Yaxshimisiz, tuzimsiz, ishlaysizmi dedim. Men bunchadan pul beraman dedim. Biz mayli olib ishlab ko'ramiz dedi. Уже men anchadan beri ishlayapmiz, ko'z tegmasin. Narxini ham ko'tarib berganman. Baribir boshdagi narx emas, u baribir sinov uchun aytilgan narx edi. Qani pulga o'chmi yo'qmi deb. Ishonasizlarmi, shu 2004-yil bola shekilli Qo'qonlikda tegi, Qo'qondan boshlang'ich to'lovga 3 xonali uy oluvdi, почти уже dom bitmagan, hali yarmiga kelgan pulidan qutulib bo'ldi. Mana uyim joyim deydigan bola har doim mana labbi oyi yonimda gaplashib yuradi-ku, shunaqa muomalali, ota-onasini hurmatini joyiga qo'yadigan bola. O'zi bo'ladigan bola bu xudan ma'lum deb bekorga aytishmaydi.